Do'stlar, biznes qilmoqchi bo'lgan odam Xorazmni esdan chiqarmasin. Puli bor odam Xorazmga mehmonxona qursin. Kelajakda Xorazm odam sig'dira olmay qoladi, mana shu ketishda bo'lsa. Biz hozirgi siyosatni yutuq tomonlardan bittasi butun dunyoga ochilyapmiz. Mehmonxona quringlar. Bir paytlar mendan bir kishi so'ragan edi, nimaga pul tikaylik deb. Tillaga pul tiking degan edim. Taxminan bir 2-3 yil bo'ldi. O'shanda 45 ming 50 dollar edi tilla. Hozir qancha tilla? 100 mi? Aha, 100'den antar. 100'dan oshiqroq o? Sonra. Men nima degandim deb maqtanmoqchi emasman-u, lekin rostdan ham men nima degandim sizlarga. Tilla olsanglar bo'lmasmidi? Qarang, 2 barobar, 3 barobar narx oshib ketyapti. Chunki tilla hech qachon qadrini yo'qotmaydi. Butun dunyodagi narx tilladan belgilanadi. Xuddi shunaqa takliflardan pulingiz bo'lsa, Xorazmda mehmonxona quring.